Man endi xafa bo'lmaysiz. O'rta prezident xafa bo'lmaysiz. Man dunyo prezidentlariga murojaatga chiqaman. Dunyo xalqiga murojaatga chiqaman. O'shaning uchun mana 3 xil tilda ruscha, o'zbekcha, inglizcha man murojaat qilyapman. Norozilik namoyishi qilaman. Mana nima mustaqilligim yaqin qolyapti. Sog'lig'imga qarab turib, hali borgani sog'lig'im ko'tarmayapti. Sog'lig'imga qarab turib, mustaqillik maydonida qilaman bu ishni. Men qilmayman, qilolmaydi demang. Men chechib bo'lganman o'zimdan. Prosmotr deydi, ko'rishlar juda a'lo darajada yaqin 7 million nima xalq ko'ryapti, lekin natija yo'q. Hech qanday nima bir nima tomonidan, davlat tomonidan, bir hokimiyat tomonidan, bir qonuniy tomonidan prokuratura, ichki ishlar nimasi teskari bo'lyapti ham yo'q. Teskarisiga ketyapti. Mana kecha aytib o'tib ketdim. Mani nima hokim janoblari nimaga berganlar, haqorat deb o'ylamayman men. Men o'zining nomi bilan gapiryapman, kimliklarini. Buni endi mana nimaga shikoyat qildim, muhtaram Alimov nimani davlat xavfsizligini viloyat bo'yicha nimalari bir xabarlashsak bo'lardi. Ancha bizdan yoshsiz o'g'lim shuni hozir ishonganim sizlar, boshqa hech kimga ishonch qolmadi. Prezidentga e'tibor bermayapti. Mana prokuratura bular nima bo'lib qoldi? Teskari nimani o'rniga mana oddiy nima hokimga topshiriq berilyapti prezidentimiz. Ikkita joy qilganga nima qilgin, nima qilaman, yelkamga ko'taraman, o'qilaman deb aytyaptilar. Bu teskarisini 12 barobar teskarisini qilyaptilar. Ikkisini ish bilan ta'minlaganga men yelkamga ko'taraman deb, meni 24 ta odamni bo'shatib yuboryaptilar. Mana senga deganday qilib hokim nimani prezidentni shunaqa qilyaptilar. Meni nima qanday tushunsa bo'ladi? Endi shu odamga ishonib, men mana misol uchun sudga berib nima shikoyat qildilar, sudga chaqirishi mumkin. Men hech qaysi mana shaxni shu zulmiga meni tarafimni oladimi bu sud? Yo prokuror, yo ichki ishlar menga o'rta nima prezident menga oson tutmay hozir. Menga bizdaqangilarni tarafini olsangiz xursand bo'lamiz. Duoda bo'lamiz o'rta prezident. Deb mandaqangi nimani hali ahmoq bo'lib pul qo'yib davlatim bo'lsin, xalqimga bo'lsin degan odamni holatini ko'ring endi mana bunday hokimlarni bosimida, prokurorlarni bosimida. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorlar mulkini noqonuniy olib qo'yishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirganda Mirziyoyev hokimlar bundan buyon ishdan ketish bilan qutula olmasligini aytgandi. Barcha hokimlarni ogohlantiraman, birorta tadbirkorning mulki noqonuniy olib qo'yilsa, hokim faqat ishdan ketish bilan qutula olmaydi, balki qonun oldida javob beradi deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev. Prezident mutasaddi idoralarga mulk daxlsizligini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish va tadbirkorlar foydasiga chiqarilgan sud qarorlari ijrosini to'liq ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar ham bergan edi. Qani shu gaplaringizga 5 yil bo'lib turibdi prezident. Qani ijrosi? Qani? Bularni mana o'zim meni holatimni ko'ring. Mana bugun 6,5 million nima jarima sotdi. Endi o'rta prezident sizlarni administratsiyasiz, nima ishtirokchilarisiz, sizlardan bitta vakilsiz. Men hech narsasiga qo'l qo'ymayman bu zo'ravonlarni. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring, meni hokim turib
bu hamma qo'lidagi nimalar turib, zo'ravonlar turib, mani gapimni qiladimi ular? Misol uchun sud mani foydamga nima qiladimi? Yo o'tirganda men xolis qaror chiqarib beradi. Umuman ishonmayman men. Hech narsa bo'lmaydi bu nima bilan. Shuning uchun o'rta prezident o'zi chora ko'rish odam.